devor tomonidan 12 sm qochirib, podsvetkali variantda patolog qilishi sizlarga oson, tez va sifatli yo'nalishini ko'rsatadi. Xonani o'rtasiga lazer yoqib, patologga eng tushgan joyini tekshiramiz. Shu joyimizda simlar, turbalar tushib qolgan ekan, taqalgan joydan o'rgan olib, endi bunga reyka qotirib olamiz. Devor tomoniga reykalarni qotirib oldik. Endi unga gipsokartonni qotirib olamiz. Gipsokartonimizni 16 sm qilib kesib olganmiz. Razmeri 16 sm. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Buni oldiga ip tortib olib, oldi tomon qirrasini ipga to'g'irlaymiz. Mana shu holatda gipsokarton reykaga qotirib qo'ygansiz bir yog'ini turishini ko'rasizlar. Tekis turibdi. 16 sm gipsokartonimizni ust tomoniga reyka qotirib olganmiz. Liniyasini ko'rsanglar bo'ladi. Ideal holatda turibdi. Bu reykamizni tepa tomoniga to'g'irlab palasa osib olganmiz. Mana palasamizni razmerini o'lchaylik shogird. 16 sm palasi ko'rasizlar. Ich tomonidan o'lchagan endi. Ich tomonidan 18 turibdi. Bu yopilgandan keyin 12 bo'ladi. Mana ushlab ko'p baqatman. Ancha baqvat. Ancha baqvatda mana ko'rasizlar. Oldi tomonni hech narsaga ushlatmaganmiz hali. Mana hozir rekamizga pastda palasani qotirib olganmiz. 5 sm palasani. Mana endi bu yoqqa o'rnatib olamiz. Mana ko'rasizlar, bu yoqqa o'rnatamiz. Metr qo'ying aka. Mana devor bilan mana ichki bortgacha 12 sm qovotdi. Ertaga podsvetkani xohlasanglar, tepa burchagiga o'rnatib qo'ysa bo'ladi. Elektriklar o'zli variant qilishadi. Xo'p, mana bu yoqdan qotirib qo'yilaveradi bu. Mana bu yoqdan qotirib qo'yilaveradi. Sababi mana bu yoqda drillga ishlashga noqulay. Shuning uchun mana shunaqa tayyor qotirib olib ishlasanglar, ancha ishlar oson bo'ladi. Mana aka-ukalar, bortlarimizdan ilib tayyorlab oldik. O'rtaga lazer yoqib, endi buni qo'shimcha mana shunaqa qotirib qo'yamiz. Lazerga to'g'irlab, mana shunaqa lazerga tega qirrasini to'g'irlab qotirib qo'yaverasizlar. Xudo xolasa ideal bo'ladi. Patologimizni yopishga tayyorlab olganmiz. Mana bu yoqni ko'rsanglar bo'ladi. Shu bortlarimizni shunaqa holatda ushlatib olganmiz. Xudo xolasa mustahkam bo'lgan. Patologimizni yopib bitqizib olganmiz. Ikkita yoniga magnitotrek uстановка qilib berganmiz. O'rtada lyustra bo'ladi. Mana chetida devor tomonida podsvetkasi bo'ladi. Devorga qarab turadi podsvetka. Graylani 12 sm chetini ochiq qoldirganmiz. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Yaxlit ko'rinishi bu yoqdan patologimizni. Tiyaga qilmaydigan, parashli profildan foydalanmasdan turib, qanaqa fason qilsa bo'ladi deydigan aka-ukalarimizga mana shu fasondan bemalol foydalansanglar bo'ladi.